Assalomu alaykum. Enrich implanti bilan ishlash vaqtida suyaklarni turli tiplarda frezlash protokolini aniq belgilash shifokor oldida birmuncha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Hozir biz sizlar bilan suyaklarning 4 xil tipida ham enrich implantlarini qaysi bir razmerida qanday frezlash tartibini ko'rib o'tamiz. Bu uchun sizlar bilan maxsus Excel dasturida bo'lishmoqchimiz. Ushbu dastur odatda xirurgik shablonlar yordamida ishlashga mo'ljallangan. Lekin ushbu dasturdan siz odatiy an'anaviy implantatsiya amaliyotida ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Dastur report deb nomlanadi. Dasturni ochganimizda quyidagicha ko'rinish beradi. Bu sohaga biz bemorni familiya ismlari, qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu joyda bemorni jag'lari to'g'risida informatsiyani skrinshot ko'rinishida kiritishingiz mumkin. Implantatsiya amaliyoti rejalashtirilgan sohani, tish raqamini belgilashingiz mumkin. Taxminan 46-tishni tanlab oldim. Implant diametrini 4,5, uzunligini 10 qilib belgiladim. Implant tana qismi 308. Suyak tipi rentgendan biz dastlabki taxminiy tahlil asosida rentgenda biz suyak tipini qaysi bir tipga qattiqlik bo'yicha D1, D2 yoki D3 tipga mosligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Odatda 46-36 tishlar sohasida suyagimiz tipi D1 yoki D2 ko'rinishda bo'ladi. Ko'proq D2. Agar suyak tipi qattiqlik darajasi o'rta darajada bo'lsa, siz mediumni belgilashingiz mumkin bo'ladi. Alveolar greben o'tkirlashgan bo'lsa, narrow, keng holatda bo'lsa wide. Odatda bunday ko'rinishdagi greben turlari yuqori jag'da bo'ladi. Shundan so'ng bizda frezlash ketma-ketligi paydo bo'ladi. Ushbu birinchi ko'rinish. Agar alveolar grebenimiz ko'rinishi o'tkir holatda bo'ladigan bo'lsa, ushbu sohada biz tekislashimiz uchun kerak bo'lgan frezni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Alveolar grebenda shu sohada ozroq reduksiya qilinishi lozim bo'ladi. Agar o'tkir holatda emas, normal holatda bo'ladigan bo'lsa, odatiy holatda unda reduksiya qilinishi shart emas. Frezimiz dastlabkisi initial ko'rinishda bo'ladi. Undan keyin ikkinchi frezlash amaliyoti boshlanadi. Ikkinchi frez yordamida 7 mm chuqurlikda, ikkinchi frez yordamida 8,5 mm, ikkinchi frez yordamida 10 mm. Bu ko'rinish xirurgik shablonlar yordamida foydalanganingizda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Odatdagi an'anaviy usuldan foydalanganingizda frezlash jarayoni to'g'ridan to'g'ri 2 ga 10 chuqurlikda, keyin 2,5 ga 10 chuqurlikda, keyingi frezimiz 2,8 ga 10. Shundan so'ng 3,3 ga 10 chuqurlikda frezlashingiz kerak bo'ladi. 3,8 frez yordamida 7 mm chuqurlikda frezlash kifoya qiladi. Albatta bu jarayonlarda siz ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi kortikal suyak qalinligiga. Kortikal suyaklar odatda qalin bo'lsa, ushbu sohada kortikal frezlardan ishlatish talab etiladi. Pastki sohada kortikal frezlarda qaysi bir tipidan foydalanish ko'rsatib o'tiladi. 4,3 diametrdagi kortikal frezlardan foydalanish ko'rsatilgan. Shundan so'ng siz implant o'rnatish amaliyotini boshlashingiz mumkin bo'ladi. Implant o'rnatilgandan keyin yetarli darajada birlamchi tor stabilizatsiyaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Yoki 15-tish sohasida ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu jarayonda 4 ga 13 implanti tanlangan. Ushbu sohada suyagimiz tipi D1 qattiq ko'rinishda. Yana frezlashimiz ketma-ketligi initial drill, second drill, chuqurligi 2 ga 7, 2 ga 10, 2 ga 11,5, 2 ga 13. Odatda xirurgik shablonlar bilan ishlash vaqtida yetarli darajada sovutish bo'lmay qolishini oldini olish, o'sha sohada suyakni kuyishini bartaraf etish uchungina ketma-ketlik yordamida frezlash talab etiladi. Shundan so'ng kerakli chuqurlikda frezlangandan so'ng implant uchun joy eniga kattalashtiriladi. 2,5, 13, 2,8, 13, 3,3 diametrda kengaytiriladi. 3,3 frez yordamida biz implantimizni 7 mm chuqurlikda kengaytirishimiz kifoya qiladi. Suyagimiz D1 kortikal qavatlari mavjud bo'lgani uchun 3,8 diametrda kengaytirish birlamchi tortda yuqori bo'lib ketishini oldini oladi. Albatta kortikal frezdan frezlashimiz ham lozim bo'ladi. Quyida yumshoq suyaklarda frezlash ketma-ketligini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. 20-sohasi suyak tipini D4 deb belgilashimiz mumkin bo'ladi. Implantimiz
kengroq implantni belgilayman. 5,5. Uzunligimiz 10 bo'la qolsin. Implantimizni tana qismi 3,8, sushagimiz D4 hamda yumshoq. Alveolar greven tipi normal holatda belgiladim. Shundan so'ng o'z-o'zidan dastur bizga frezlash ketma-ketligini taqdim etadi. Dastlab birlamchi frez, keyin ikkinchi frez 2 ga 7 chuqurlikda, 2 ga 8,5 chuqurlikda, 2 ga 10 chuqurlikda. Shundan so'ng implant uchun soha eniga kengaytiriladi. 2,5 ga 10, 2,8 ga 10 hamda 3,3 ga 10. E'tibor berishingiz kerak, implantimiz 5,5 diametrda, lekin implantimiz uchun joy 3,3 frez yordamida shakllantiriladi. E'tibor berishingiz kerak, implantimiz 5,5 diametrda, implant uchun joy esa 3,3 frez yordamida kengaytiriladi. Shundan so'ng implant o'rnatish amaliyotini boshlashimiz mumkin bo'ladi. Ushbu dasturdan xirurgik shablonlar yordamida ishlash vaqtida foydalanish yanada osonlik tug'dirib, ularda pinlar uchun joylarni shakllantirish, qisqa qilib aytganda, butun operatsiya jarayonini frezlash protokolini siz to'g'ri tanlangan implant hamda to'g'ri tanlangan suyak tipidan kelib chiqqan holatda o'zingiz uchun tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shu edi. Agar ushbu dastur sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, izohlarda report so'zini yozib qoldiring. Biz sizga ushbu dasturni havola ko'rinishida jo'natamiz.